Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz g'o harfi. Demak, yozilishlarga e'tibor beramiz. G'o harfini g'oz, demak, g'oz, uyg'oq, yorig', tog', g'or, g'ov, nug'oy, bug'doy, irg'oq, irg'oy, erg'oy, yani erg'ay degani o'sha. O'g'ur, og'ur desa ham bo'ladi. Og'ur, chig'anoq, 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 ung'oy, ung'ay, toyg'oq, toyg'oq degan ekan. Uyg'ot, uyg'ondi, yoni qo'yamiz. Uyg'ondi, yorig', ya'ni yorug' bo'ladi, yorig' deb yoziladi. Chorig', hop, orig', ariqlab ketdi mana desa, orig', torig', tog', bog', dog', uzog', arig', chuqur, dur, arig', ya'ni ariq, chuqur, dur. Qo'zi, oriq-dur, qo'zi, oriq-dur. Xo'p, ota, uyg'oq-dur, uyg'oq-dur. Qorag'ay, ya'ni qarag'ay, qorag'ay, uzundur, demak, qarag'ay uzundur. Qozi, uyg'oq-dur, qozi, uyg'oq-dur.